El himoyastiko ko'ramiz yoki el golastiko. Zo'r ta'rif. Men hayron qolardim, katta murabbiylar ko'pincha klassikoda nimadir yangilik qilmoqchi bo'ladi-da. Mourinho shunaqa edi. Hech o'ynamagan Oltin to'pni asosiy tarkibga qo'ygan, yana qanaqadir yurishlar qilib qolardi-da. Alonso unaqa qilmaydi deb o'ylayman va sal ehtiyot bo'ladi deb o'ylayman. Rashford nisbatan ko'niki bo'ldi, foydali harakatlari ko'p. Kelgandayoq ma'lum edi, u Rafinha bo'la olmasligi va u ikkinchi raqam bo'lishi o'zgarishlarni Flick qiladi. Taktikani Flick belgilaydi. Tanaffus payti Flick gaplashadi. Bu o'yin payt toza o'sha ruhiyat. Futbolchilarga kimdir "Ey" deb joyida nimadir deb qo'yish juda muhim nuqta bor. Bu Pedri hal qiluvchi, tizim yaratuvchi futbolchi. Bir ma'lumotki Mastantuonoga ishonadi. Katta o'yin Mastantuono baribir bo'lajak alternativ Yamalga qarshilik qila oladigan darajadagi texnikali va o'ziga ishongan futbolchini tarbiyalamoqchi Alonso. Shu o'yinlar tarbiyalaydi. Menimcha bu yerda hammasini boshlang'ich tarkib shuni 1 soat oldin chiqadi-yu, taxminan tushunib olamiz.